Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga safar uchun otlanyapsizmi? Mana shu video siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga Centrum Holidays tur firmasi orqali juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Mana shu chegirmalarni sizlarning e'tiborlaringizga havola etib boramiz. Ya'ni siz obunachilarimizga to'liq va batafsil ma'lumotlarni Nizomiddin hoji akamiz o'zlaridan olamiz va siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat, kelib oldingizmi? Rahmat. Hoji aka, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan savollar berildi. Ya'ni qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirish uchun qaysi sanalarimizga hozirgi kunda qabullarimiz davom etmoqda? Xo'p, hozirgi kunda assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. Bizda hozirgi kunda dekabr oyiga qabullarni davom etyapti. Xo'p, 15-dekabrdan 20-dekabrgacha Toshkent Madina yoki Toshkent Jidda reyslari, Farg'ona Madina yoki Farg'ona Jidda reyslari, Namangan Jidda reyslarimizda joylarimiz bor. Soni oz qolgan. 20-dekabrgacha bemalol kimda kim shu reyslar bo'yicha tayyor bo'lsa, bizga quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsa, yana ham batafsil ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bemalol bron qilishlaring mumkin. Xo'p, hoji aka, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollardan biri bu safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi, taomlarimiz qanday bo'ladi? Shular haqida ham bir ma'lumot berib o'tsak qisqacha. Xo'p, bizda hozirgi kunda Centrum Holidays'da safarimiz 14 kunlik standart plus paketida bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinadagi gostinitsalarimiz oraliq masofasi 150-200 metrda bo'ladi. Xo'p, Makkada esa 1,5-2 kilometrda bo'ladi. Albatta 5 mahal namozga 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Xudo xolasa. Xo'p, taomlarimiz qanday bo'ladi? Taomlarimiz albatta o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zbek povurlarimiz tomonidan 11 kun Makkada 3 mahal o'zbek milliy taom, 3 kun Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Ishonchli va garantiyali tur firma oqtarib yurgan yaqin aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin azizlar. Xo'p, hoji aka, endi mana shu 20-sanagacha hozir chegirma e'lon qilingan deyildi. Mana shu reyslarimiz, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri. Hech qanday peresatkalar bo'lmaydi. Primoy reyslar bo'ladi. Bundan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham ma'lumotlar berib o'tib ketsak. Xo'p, firma tomonimizdan beriladigan, xo'p, mana bunday bejilarimizni beramiz. Centrum Holidays rasmiy tushirilgan mana bunday kamzillarimiz, velikan razmer, yosh bolalarga ham bemalol razmerlarimiz bor. Xo'p, biz Centrum Holidays'dan ketadigan obunachilarimizga, Aslbek Uz'ni obunachilariga mana bunday yostiqchalarni beramiz. Samolyotda bemalol foydalanib, maza qilib dam olib, borib kelsa bo'laveradi. Xo'p, bizda mana bunday so'mkalarni ham beramiz. Albatta borib kelgandan keyin yana boshqa narsalarga ham bemalol ishlatib, o'zlari uchun foydalansa bo'laveradi. Xudo xolasa, bir marta to'lovladi ichida hammasi. Xudo xolasa. Bundan tashqari qaytishlariga 5 litr zamzam suvi albatta firmamiz tomonidan 5 litrli toza zamzam suvlarni ham beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, endi yana bir narsa, hoji aka, hozirgi kunda misol ijtimoiy tarmoqda har xil narxlar chiqib boryapti. Ya'ni obunachilarimiz ham qaysi biri qanday narxlar, shuni ham bir batafsil ma'lumot berib o'tsa, ya'ni ekonom paket bilan biz sizni chiqarib bor ekan standart plus paketingizni farqi nimada? Shuni ham bir qota aytib o'tib ketaylik. Xo'p, bizda standart plus paketimizda o'zimiznikidan gapirsak, gostinitsalarimiz yaqin masofada, avtobus xizmatlarimiz doimo 5 mahal namozga tayyor. Xo'p, ovqatlarimiz o'zbek milliy taomlarda bo'ladi. 50 boshlarimiz birgalikda borib, birgalikda kelishadi. Shifokor xizmatlarimiz ham bor. Qolaversa yosh katta hoji dada, hoji onalarimizga aravacha xizmatlarimiz ham bor. Bizni standart plusda ketganlarga. Xo'p, endi hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda arzon narxlarda chiqarayotgan holatlarda ularda ekonom paket hisoblanadi.
bo'ladi. Gostinitsalari Madinada ham markaziyadan uzoqda bo'ladi. 5-6 kilometrda, Makkada ham eng kami 10 kilometr bo'lmasa 8 kilometrda joylashgan bo'ladi. Avtobus xizmatlari ham to misol uchun Baytullohga namoz vaqtiga borib kelgani ham 1 soat, 2 soat kamida vaqtlari ketib qoladi. O'shaning uchun arzonroq bo'lganligi uchun ekonom paket deyiladi. Bizniki eng yaqin bo'lgan o'zbek milliy taomlari bo'lgani uchun standart plus deb ataladi, xudo xolasa. Ha, ya'ni sharoitlari hozirgi kunda demak komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri bu. Albatta, albatta. Hurmatli obunachilar, to'g'risi paket tanlashda adashmang. Agarda siz ham chiroyli bir sharoitlarda borib kelmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mana shu standart plus paketini Asilbek o'z kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin. Albatta siz obunachilarimizga bonus va chegirmalar обязательно qilib beriladi do'stlar. Xo'p, ukajonim, hozir mana shu standart paket, ekonom paket haqida gapimiz bordi. Bizda hozirgi 30-dekabrga ham komfort paketlarimiz bor. Agar obunachilaringiz ichida menga standart plus bas komfort paketi bo'ladigan bo'lsa ham, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsin. Joylarimiz soni juda ham oz qolgan. Ya'ni u qayerdan uchadi? Bu Farg'onadan uchadi. Farg'onadan Primo Jiddaga uchadi. Farg'ona Jidda. O'zimizning Marg'ilondagi eng mashhur ustoz domlalarimizdan Muhammad Rasul domlamiz birga safarda birgalikda bo'lishadi. 14 kun. Albatta, u paketimiz komfort paket bo'ladi. Buni farqi qanaqa deyilsa, 8 kun Madinada bo'lishadi, 6 kun Makkada bo'lishadi. 14 kun komfort paketimiz bo'ladi. Narxini ham videoda oxirigacha ko'rsa aytib o'tib ketamiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va joylaringni bron qiling. Xo'p, Hoji aka, endi kulminatsion jarayon bu narxi. Ya'ni hozirgi kunda standart plus paketimizning narxi va komfort paketimizning narxi necha pul etib belgilandi? Xo'p, standart plus paketimiz narxi $1050 dan, vizasi borlar $950 berishaveradi. Xo'p, komfort paketimiz 8 kun Madinada, 6 kun Makkada, shved stollari hamma yo'g'i go'zal holatda bo'lgan komfort paketimiz $1400 dan deb belgilaganmiz. Mabodo oilaviy 5 kishidan ortadigan bo'lsa, narxidan ozgina chegirma qilib beramiz. Ha, ya'ni chegirmalar qilib beriladi. Hurmatli obunachilar, standart plus paketi $1050 dan va komfort paketda ketaman deganlar $1400 dan ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Ya'ni 8 kun Madina va 6 kun Makka yo'nalishi bo'yicha 30-dekabrga. 30-dekabrga Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlar amalga oshiriladi. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarda onlayn ham xizmat ko'rsatamiz. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, zagran pasportlarni tashlab bersa, biz ularga Centrumda bank shot raqamlarini tashlab beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, xolasangiz standart plus paketi va xolasangiz komfort paketlarda 30-dekabr Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozimiz, ya'ni Muhammad Rasul domla bilan birgalikda, ustoz domla bilan birgalikda safarda amalga oshirishadi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va joylaringni bron qilinglar. Sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanalidan Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Hoji aka, rahmat sizga. Rahmat hammaga. Tanlovda adashmanglar.